Assalomu alaykum hammaga. Farg'ona viloyati Valdidamiz. Ushbu xonadonga 50 kilovat hajmdagi 10 grid tizimida ishlaydigan quyosh panel stansiyasini o'rnatib berganmiz. Quyosh panellarimiz Longi brendiga tegishli Haymo Xon markadagi panellar. Kabellarimiz 1/6 PV yonmas kabellardan foydalanganmiz. Invertorimiz bo'lsa 50 kilovat hajmdagi DE invertori. Quyosh panel stansiyamiz qaysi tartibda o'rnatilgan? Oldi qatorda ko'rib turganlaringiz 2 qator qilib, 2 etaj qilib o'rnatilgan. Birinchisi birinchi gruppa, tepadagisi ikkinchi gruppa qilingan. Va ko'rib turganlaringiz mana oldimda 3-gruppa, 4-chi, 5-chi va uyning orqa tomonida 6-gruppa qilib invertorimizga umumiy 6 ta gruppa kabellar montaj qilingan. Bu xonadonda biz ustalarimiz tomonidan o'rnatilish, to'g'ri montaj, to'g'ri yechim va joyni to'g'ri tanlash nima berdi? Bizga umumiy 50 kilovat hajmdagi quyosh panel stansiyasi hozirgi kunda 48-49 kilovatgacha nagruzka ushlab turibdi. Bu degani bir kunda 300 ming so'mgacha daromad, bir oyda eng kami nasib bo'lsa 9 million so'mgacha daromad qilishingiz mumkin degan. Bu xonadonda tomida bitta jentrani puli bor. Ha, to'g'ri eshitdingiz, $15,000 pul sarflangan. O'rtacha $15,000 50 kilovat invertor, kabellar, ya'ni panellar, hammasiga karkaslar, noldan o'rnatishgacha $15,000 atrofida pul sarflanadi. Bir obunachi yozibdi $15,000, ya'ni bitta jentrani pulini sarflab nima qilamiz? Bu sizga nima beradi? Men sizga savolingizga javob beraman. Tomingizga o'rnatilgan panel 25 yil kafolatga ega. 25 yilda 3 yilida panellar to'liq o'zini oqlaydi, ya'ni pulini qoplaydi. Sizga o'sha pulni qaytarib beradi. Endi qolgan 20 yil, 22 yil davomida xonadoningiz eng kamida bepul elektr energiya bilan ta'minlanadi. Ya'ni sizni 50 kilovat hajmdagi quyosh panel stansiyangiz xonadoningizni elektr energiya bilan ta'minlashdan tashqari minimal passiv daromad olib kelishi ham mumkin. Undan bir biznes qilishingiz ham mumkin. Xonadoningiz tomiga o'rnatilgan 50 kilovatli quyosh panel bir kunda 300 kilovatgacha elektr energiyasi chiqaradi. Xonadoningiz ehtiyojlarini qoplaydi, iste'molingizni to'liq ta'minlab beradi. Vaziyatga qarab, sharoitdan kelib chiqib qo'shnilarga sotishingiz mumkin yoki davlatga sotishni davom etsangiz, doimiy passiv daromad qilib borishingiz mumkin. Bu xonadonimizga o'rnatilgan 50 kilovatli quyosh panel invertorimiz DE brendiga tegishli aytib o'tganimizdek, hozirgi mana bulutli havoda ham 15-16 kilovat nagruzka ushlab turibdi. 15 va 8 mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerga nimalar o'rnatilgan? Avtomat, uziplar, predохранительlar va qo'shimcha yana DC, AC avtomatlar hammasi o'rnatib berilgan. Ideal tarzda ish bajarilib, topshirilgan. Invertorimiz, quyosh panellarimiz juda ham ideal, zo'r holatda o'rnatilgan, maksimal quvvat ishlab chiqaryapti. Shu bugungacha, ya'ni mart oyining 1-sanasidan boshlab aprel oyining 5-sanasigacha 7700 kilovat elektr energiya ishlab chiqargan. Bu degani iste'molingizni ayiraveradigan bo'lsangiz, o'rtacha 7,5-7 million 300 ming so'mgacha daromad degan. Agar siz ham jentra olishni o'rniga uyingizga quyosh panel stansiyasini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Savollar, muammolar hammasiga yechim beramiz.